13 dekabr Reuters agentlik xabarida ahvoldan xabardor 5 kishining dushanba kuni Oqsaroyning Tayvanga ilg'or qurollarni setib berish uchun 3 kelishimni ilgari surganligini aytib, yaqinqi kunlarda Oqsaroy parlamentga savdo kelishimini sunib tasdiqlashini kutadiganligini bildirdi. Bu xabarni Reuters agentligi tunji qatam oshkorlagan bo'lib, 3 noyabrda o'tkazilgan Amerika prezident saylovidan ilgari bu harakat Xitoyning qattiq sarosimaga selib noroziligini bildirgan. 9-sentabr Reuters agentligi manbalarining naql keltirib xabar qilishicha, Trump hukumatining Xitoyga besim ishilti salmoqini davomli oshirishga ergishib, Amerika doiralari Tayvanga mina, chorlig'uchi boshqarilgan bomba va uchquchsiz aeroplan qatorliq 7 cho'ng qurol sistemasi Amerikaning eksportini tasdiqlash bosqichiga kirgan. Bu 3 turli qurol sistemasi Lockheed Martin shirkati ishlab chiqargan yuqori harakatchan raketa qo'yib berish sistemasi nomli mashinaga o'rnatilgan ko'p xil raketa qo'yib berguchi. Bu o'yin shirkati ishlab chiqargan yiroq musofirlik boshqarilgan bomba. Shundaqla rasm va sonliq ma'lumotni aeroplandan yer yuzi punktining F-16 tashqi induksiya punktiga dal vaqtida yetkazilib bo'lgan kabinga qatorliqlar ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishining aytishicha, Kengash palatasi tashqi munosabatlar komiteti va Avom palatasi tashqi ishlar komiteti rahbarlariga planlangan 3 qurol yaroqning setilishining Amerika davlat ishlari mahkamasi tomonidan tasdiqlanganligi, ularning chet el qurol yaroqlarining setilishini nazorat qilishga mas'ul ekanligini bildirgan.